Xitoyga safar qilish katta imkoniyatlar eshigini ochadi, ammo bu yo'lda qat'iy tayyorgarlik talab qilinadi. Safar davomida duch kelishingiz mumkin bo'lgan qiyinchiliklarni oldindan ko'ra olish va ularga tayyor bo'lish muvaffaqiyatning kalitidir. Hozir sizga safar oldidan qanday tayyorgarlik ko'rishingiz va nimalarga e'tibor berishingiz haqida batafsil ma'lumot beraman. Safaringiz muvaffaqiyatli bo'lishi uchun eng avvalo o'zingizga savol bering. Men Xitoyga nima uchun ketyapman? Tijorat maqsadida boryapsizmi? Qanaqa mahsulotlarni o'rganmoqchisiz? Masalan, kiyim-kechak, elektronika, aksessuar mahsulotlarning sifati va narxlarini qanday solishtirasiz? Xitoy qaysi bozorlari siz uchun maqsadga muvofiq yoki yangi biznes aloqalarini o'rnatishni rejalashtiryapsizmi? Yangi sheriklarni topish uchun ko'rgazma yoki savdo yarmarkalarida qatnashasizmi? Ularning ishonchliligini qanaqa tekshirasiz? Agar turistik maqsadda ketayotgan bo'lsangiz, qaysi shaharlarni ziyorat qilishni rejalashtiryapsiz? Agar siz o'zingizga bu savollarni bermagan bo'lsangiz, sizga maslahat beraman. Maqsadlaringizni yozib qo'yish nafaqat sizni yo'nalishga soladi, balki safar davomida motivatsiyani saqlab qolishga ham yordam beradi. Har bir maqsadingizni kichik bo'laklarga ajratib, amalga oshirish rejasini tuzing. Telefoningizni olib, unga maqsadlaringizni yozing. Misol uchun, Yiwu va Guanzhou bozorlarida aylanish, 5 kun, 6 kun, 7 kun yoki bo'lmasam Kanton ko'rgazmasida ishtirok etish, 3 kun, 4 kun, 5 kun. Agar turistik maqsadda ketayotgan bo'lsangiz, Pekin yoki Shanxay tarixiy joylarini ko'rmoqchi bo'lsangiz, u yerda necha kun qolishingizni yozing. Maqsadlaringizni shunaqa tarzda rejalashtirsangiz, safar davomida har bir bosqichni oson va samarali yakunlaysiz.